Oyijon, boya poliklinikadan kelib ketishuvdi. Ertaga chiqib doktorga ko'rinishim kerak ekan. Yanami? Qanaqa poliklinika? Kim keldi? Nima kelganda meni chaqirmadingiz? Meni xabarim yo'q. Hech qayerga chiqmaysiz. Ona biza uziga borib kelaylik. Qanaqa uzi? A? Shu paytgacha tushirtirganim yo'q. Bu yoqqa ham tushmaysiz. Bolam, sen ishingni qil bor. Ishingdan qolmagin. Bo'pti, men ishga ketdim bo'lmasa. Menga qarang, kelin poshsha. Bolamni boshini aylantirib nimalar qilyapsiz? A? Qanaqa uziga borasiz? Bormaysiz. Men 4 ta tug'ib bir marta uziga bormaganman. Soppa-sog' tug'ib qo'yganman, mana ko'ryapsiz. Undan ko'ra qarang, boring-da, xamir qilib ishlaringizni qiling, bilib-bilib. Bir xonim qiling-lu. Kelin poshsha, men kelgunimcha men oynalarni hammasini chinli chiroyli qilib artib qo'ying, xo'pmi? Oyijon, bo'yim yetmaydi-yu, tepalariga. Bo'yingiz yetmasa pastda podvolda narvon bor. Shunda olib chiqing-da, artib yuboring. Kechgacha kelgunimcha artilgan bo'lsin. Xotining yotibdimi yana? Bolam gapimni eshit. Menga tug'maydigan kelin kerak emas. Bitta bolani eplab tug'ib bera olmadi. Ajrashasan. Hamma yuki bilan olib borib tasha onasinikiga. Kerak emas menga bunaqa kelin. Ana o'rtog'immi, qizi Kamola bor. Ja baqvat, rosa yaxshi oiladan o'shani olib beraman. Eplab tug'olmadi deysizmi ona? O'zingiz-ku doktorga olib boraman, poliklinikaga olib chiqaman desam, yo'q dedingiz. Uziga olib tushish kerak ekan desam, yo'q dedingiz. Qayoq deganim kerak emas, og'ir ishlarni qildirdingiz. Mana oqibati bolamdan ham ayrildim. Qanaqa men uni qaysi yuz bilan uyga olib borib tashlayman endi? Meni ajrashadigan xotinim yo'q.